Aka nima yangiliklar? Yangilikni bombasi jonim. Agar Xudo xolasa profilimni bilasiz. 23100 obunachim bor. Xudoga shukr. Obunachilarimga ishonaman. Obunachilarim yana do'stlarim taklif qilishadi. Xudo xolasa 50.000 bo'lganda, 50k bo'lganda, Xudo xolasa uka 50 ta mashinani moyini tekinga almashtirib beraman. Qanaqaga sizga 10 ga 40 yo'qlardan sifatli Germaniyada ishlab chiqarilgan yo'qlarni tekinga qo'yib beraman uka. Mana shu videoni jo'natsin, hamma shopir akalarga jo'natinglar. Agar boshqa viloyatdan bo'lsalaring, dastavka qilib beraman akalar. Prosta video qilib bersalaring bo'ldi. Bosing uka mana. Bosda shema qanaqasi kamalga mana o'tga bu. Prosta obuna bo'lib qo'ysin bo'ldi. Jigar hozir obuna bo'lib qo'ying 23100 taman. Bugungi kunda 50k bo'lishim bilan bitta balon ham qo'shib beraman. 4 ta mashinasiga 4 ta balon yangi. Qanaqa mashina bo'lsa ham o'sha razmerdagi balon 4 ta komplekt ki 50 ta mana shu yog'dan sifatli yog'lardan uka quyib beraman. Obuna bo'lib qo'ysin, mana shu videoni repost qilib, istoriya qilib, bang'illatib jo'natib yuboringlar. Xudo xolasa, bom qilamiz. Akalar bosinglar 50k bo'lishim bilan yog'lar 50 ta mashinaga javob 50 ta mashina yog'ini tekinga almashtirib beraman. Prosta bunga nima uchun sizlar profilimda men obuna bo'lgan obunachilarga sizlar ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa 50k bo'lishim bilan yog'lar berishni boshlayman. Bosing uka.